2024 yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Podnoshkalar qo'yib qo'yilgan ekan. Kraskamiz top-toza. Oldi oblisovkalari ham o'zgartirib qo'yilgan. Primer pozitsiya 20.885 kilometr yurib o'tibdi. To'rtta yumshoq balonlari ham juda go'zal holatda, deyarli yangi holatda ekan. Puli necha pul deysiz? Bahosi $17.200 bo'lyapti. Bilan 058 37 97 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Shakamizning mashinasi Tracker 2, kraskasi toza. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. 2025-yilda ishlab chiqarilgan Redline pozitsiyadagi Tracker 2 avtomobilimiz. Tayyorlovka ruxsatnomasi necha oy ekan? 9 oy, deyarli 1 yil. 21.598 ko'rsatib turibdi. 9 oy Redline pozitsiya. Gazlari ham bor ekan aka. To'rtta yumshoq, deyarli yangi balonlari ham qo'yib qo'yilgan ekan. Puli necha pul aka buni? 18.800 dollar baho aytilyapti. Xo'p, keyingisi aka bu? 25 toza. 35 ming toza. Yaxshilar bor, yumshoq balon. Tayyorlovka ruxsatnomasi necha oy? 5 oy atrofida tayyorlovka ruxsatnomasi bor. Primer pozitsiyada 35.018 kilometr. Chexol ko'riladi. Tashlab qo'yilgan. Primermi Redline? Ha, Redline ekan. Uzr, e'tibor bermabman. Redline ekan. Ha, bo'ldi. Bu ham Redline pozitsiyada ekan. E'tibor bermabman. Aka-ukalar, buni puli necha pul ekan? $18.500 baho aytilyapti. Ikkalasi deyarli bir xil ekan. Telefon raqami aytaylik ikkalasiga. 33 bilan 943 77 raqamlariga aloqaga chiqasizlar. Savdosi bo'lmadimi aka? Yo'q, endi chiqdi bular. Buni gazini so'ramadim, gazi bormi aka? Gazi bor. Ikkalasi ham gazi bor. Balonlari ham buni ham yaxshi holatda, lekin bu oqqona rangi baloni yangi ekan deyarli. Kimga qiziq bo'lsa, aytilgan telefon raqamlariga aloqaga chiqasizlar. 2024-yilda ishlab chiqarilgan Tracker 2 avtomobilimiz. Kraskasi top-toza. Oldi oblisovkalari, podnoshkalari qo'yib qo'yilgan, to'rtta yumshoq balon qo'yilgan, yaxshi holatda turibdi. 20.885 kilometr. 20.885 kilometr. Pozitsiyamiz primer pozitsiyada. $17.200 baho aytyapti. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi telefon raqamlariga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.